Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu yuklarimiz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga chiqarib beryapmiz. 18 sotik Teplitsa uchun material qilib berdik. Bu materiallarimiz esa stoykalik, o'nlishlik deyiladi. Bu tarafda esa 11lik. Bu 11likni kashak, sarroflikka ishlatishadi. Bu tarafda esa mana 8,5, 7lik. Bu tarafda esa mana arkalarimiz nihoyatda bir o'zgacha holatda chiqqan, bir-biriga qalib holatda tayyorlab berdik. 8,5 profillikdan arka tayyorlab berdik. Bu tarafda esa bu Teplitsaning latoga, bu latoning razmeri 10 ga 10 bo'ladi, uzunligi 2,60, listining qalinligi 2,2 bo'ladi. 220 metr berdik. Kimga shunaqa Teplitsa material, Teplitsa xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh cheklanmagan miqdorda xohlagan razmerlarda tayyorlab yetkazib beramiz. Mana bu esa 7lik.